Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Birinchi dars bugun 20 aprel soat 16:05. Bugun birinchi dars. Bugungi mavzu deysizlarmi, u deysizlarmi, xullas olmoshlar. Olmosh plus rot. O'tib beramiz. Bu dvigatel hisoblanadi. Bu narsani prosta juda ham yaxshi bilib olishingiz kerak. Вот. Zadaniyalar hamma narsani oxirida aytaman. Checklistlar, bu yerda ishlatilayotgan hamma narsani men oxirida tashlab beraman. Вот. Bu в целом dvigatel hisoblanadi. Buni zo'r qilib yodlab oling. Bu прям обязательно. Прям zo'r qilib yodlab olishingiz kerak buni. Так, xo'p, ochamiz biz buni. Endi iCloudda bo'lishi kerak. Da. Первый урок olmoshlar, ya'ni lichные места имения. Bu yerda olmoshlarni 4 xil nimasini keltirib o'tganman. Если что, bu yerda boshqalari ham bor. Именно mana bu formasi ham sizda bo'ladi, olmoshlar cheklisti. Buni eng yaxshisi tuppa yodlab olish kerak. Bo'ldi. Nimani hisobi bilan nimaga unaqa deyishingiz mumkin. Olmoshlar bu yerda hozir siz miyangizni padejlar bilan band qilmagansiz-da. O'shani hisobi bilan hozir buni yodlab olsangiz tuppa. Keyin padejni tushunishingiz ham ancha osonroq bo'ladi. Buni shunchaki yodlab olishingiz kerak. Ya'ni misol uchun, ya men, meni, to'g'ri. Lekin so'z yodlashdagi bizani eng muhim qonun esingizda bo'lishi kerak. Ya'ni so'z yodlayotganda prosta yodlamaymiz. Da, опять же, ya degan so'zni yodlamaysiz. Nimaga? Chunki buni hamma biladi. Misol uchun, olaylik, к тебе so'zini olaylik. To'g'rimi? Mana, sanikiga. К тебе so'zini qanaqa yodlasak bo'ladi? Aytamiz. Yoshligimda og'aynimnikiga mehmonlar borishuvdi, misol uchun. Men og'aynimga qarab, sanikiga mehmonlar borgan desam bo'ladi. К тебе пришли гости, misol uchun. Sanikiga mehmonlar kelishdi. К тебе пришли гости. Yo'qmi yoki nima bo'lsa sanikida. Boshqa gap tuzaylik, boshqa anaqaga. Misol uchun, san uchun, для тебя. San uchun jonim fido desangiz bo'ladi. G'alati eshitsa kerak. No, endi shunaqa desangiz bo'ladi-da. Misol uchun, siz san uchun jonim fido. Для тебя я готов жизни лишиться. То есть, tushunyapsizmi? So'zlarni mana shunaqa to'liq gap qilib yodlab ketamiz. To'liq gap tuzamiz, 10-15 ta qaytaramiz, shu tarzda yodlaymiz. Nimaga? Gapirishimiz kerak. Bizning vazifamiz gapirish. Bo'ldi, bizning vazifamiz gapirish. Oldindan shu narsani harakatini qilsak, ishimiz ancha yengillashadi. O'zinglarni qiynamanglar. Hayot o'zi oson. Xullas, mana shu checklist anaqada bo'ladi. Mana shu videoni tagida bo'ladi checklist. Bu checklistdan bo'ladi. Buni yozib qo'ydim, чтобы siz yodlashingiz uchun. Bu yerda mana bu tarafda uprashённый formasi bor уже. Buni ham tushuntirib beraman. Qarang, kishilik olmoshlari bor. Ya'ni men, sen, u, ular, qiz bolaga nisbatan u deymiz, da, ular, biz va sizlar. Вот. Я bu biz, я bu men, ты bu sen, он, она bu u. Просто on o'g'il bolaga, ana qiz bolaga nisbatan ishlatiladi. Мы bu biz, вы bu siz, они bu ular. Xuddi shuni har xil zamonda kelishi bor. Ya'ni qarang, ya bu men bo'lsa, меня bu meni. Ya'ni siz aytolmaysiz-ku, я зовут Sardor deyolmaysiz-ku, misol uchun. Men ismim Sardor demaymiz-ku o'zbek tilida ham. Меня зовут Sardor, ya'ni mening ismim Sardor. Xuddi shunaqa. Meni ismim Sardor, меня. Ты тебя, ya'ni seni. Он, она, bu yerda on уже o'g'il bolaga nisbatan, unga nisbatan его deyiladi. Qiz bolaga ana, bu yerda уже ее bo'ladi. Aytmoqchi, bularni hammasini prosta checklistim bor ekan, bunim bor ekan demang, hammasini daftarga yozib yuring. Aytganimdek, daftarga yozsanglar, miyanglarda ancha yaxshi bo'ladi. Вот. Keyingisi, мы, ya'ni biz. Мы biz, нас bizni. Вы bu siz, вас bu sizni. Va oxirida они, то есть ular. Они bu ular, их bu ularni.
Xuddi shunaqa. Xo'p, keyingisi. Hozir bir minut. Endi qarang. Yadni biz qachon aytishimiz mumkin? Bu taraf bu mana bu yerdagi ikkita kaltaga o'tib ketmaymiz, если что, hali bor. Bunga keladi navbat. Qarang, yadni qachon aytsa bo'ladi? Misol uchun, кто ты по профессии deydi. O'shanda aytishingiz mumkin. Я строитель, я учитель, я философ, я рэпер, да, еще кто-то, еще кто-то, еще. Без разницы. И плюс o'zi yadan judayam ko'p gap tutsa bo'ladi. Bu просто пример qilib keltirilgan и olmoshli, если что, aytib o'taman. Siz endi gap tuzishni o'rganayotgan bo'lsangiz, olmoshlar sizni примерно 60-50% gapingizni nima qiladi? Bazasi bo'ladi. Ya'ni 60-50% gapingiz, tuzayotgan gapingiz именно olmoshlardan iborat bo'ladi. O'shani hisobi bilan olmoshlarni juda ham yaxshi yodlab oling. Просто yodlab oling bo'ldi. Aytganimdek, podyezdlar bilan hali miyangizni qotirmadingiz, boshqa narsalar bilan hali miyangizni qotirmadingiz. O'shani hisobi bilan juda ham oson bo'ladi. Вот, qarang endi. Кто вы по профессии? Xuddi aytganimdek, я врач, я там, я так, 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 так. Misol uchun yana aytishim mumkin. Что ты вчера делал? San kecha nima qilding? И siz aytasiz, я вчера, misol uchun, men kecha там играл в футбол, играл в компьютер, снимал урок, читал рэп, да, вообще без разницы. То есть, bu yerda ham уже ko'ryapsizmi, ya bilan boshlanyapti. То есть, bu bazada buni yaxshi bilib olishingiz kerak. Razgovorda gapirish niyatingiz bo'lsin, xoh просто nima deydi? Sertifikatga tayyorlanish bo'lsin. Aytganimdek, sertifikatga tayyorlanayotgan bo'lsangiz ham, siz gapirish logikasini tushunib olsangiz, sertifikatga easy, просто easy. Xo'p, дальше qarang. Endi keyingi misolda bu tarafdan kelgan misolda ikkinchi qatordan. Misol uchun, ты позвал я, xuddi aytganimdek. Sen chaqirding men, demaymiz-ku? Ты позвал меня, ya'ni sen meni chaqirding. Xuddi shunaqa. Родители поругали он demaymiz. Родители поругали кого? Его. Родители поругали его. Ya'ni ota-onasi uni urishdi. Они подарили ты открытку demaysiz. Ya'ni ular sen открытка nima edi o'zbekchasi? Sovg'a deylik. Открыткani просто o'zbekchasini bilmayman. Ular sen sovg'a qildi demaysiz-ku, to'g'rimi? Ular senga deysiz. Bu ham xuddi shunaqa. Они подарили тебе открытку. Xo'p, дальше. Mana, xuddi shunaqa savollar turkumi. Savollar degan temaga ham hali kelamiz. No, plus-minus mana shu yerdan hozir tushunib olsangiz ham bo'ladi. Qarang. Как тебя зовут? Ya'ni sening isming nima? Sening isming nima? Keyingisi. Seni mana как ты зовут deya olmaysizda. Sen ismi nima? Bo'lmaydi-da. Seni isming nima, to'g'rimi? O'zbekchada ham gap tuzganda seni oting nima deymiz, to'g'rimi? Isming nima deymiz. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Keyingisi misol uchun xuddi shunaqa, как его зовут? Uning ismi nima? Uni nima deb chaqiramiz? Uni ismi nima uni? Как его зовут? Xuddi shunaqa. Чем же вас можно занять? Ya'ni, qarang, bu yerda bu misolda mana bu sizni degan joydan olganman. Mana ikkinchi qatordagi sizni turkumidan olganman. Ya'ni, чем же вас можно занять? Ya'ni, sizni nima bilan band qilsam ekan? Ya'ni, misol uchun, uyda o'tirib og'ayningiz bilan o'tiribsiz-da kompyuter o'ynab. Oyingiz kelyaptilar deb, misol uchun, чем же вас можно занять deydi. Sizlarga nima ish etsam ekan deydi-yu. Xuddi shunaqa. Чем же вас можно занять? Вот. Keyingisi, где тебя носило? Тебя bu seni. Xuddi shunaqa ikkinchi nimadan olganman. Где тебя носило? Misol uchun, siz biron joyga kech qoldingiz, da? Kech qolganingizni mundoq aytdingiz, собеседник, где тебя носило deydi. Ya'ni, qayerda eding degan ma'noda, nimadan kech qolding, qayerda yuruvding degan ma'noda keladi bu. Вот. И mana oxiridagi вы знаете, как нас найти. Bu bizni turkumidan. Если что, mana manba. Вы знаете, как нас найти. Misol uchun uyga ko'chaga chiqib ketyapsiz og'ayningiz bilan, yoki qayerqadir ketyapsiz. Sizdan so'rashadi. Ну чё, типа, как мы с вами свяжемся? Qanaqa qilib sizlar bilan aloqaga chiqsak bo'ladi?
И siz o'shanda aytasiz: "Вы знаете, где нас найти". То есть siz bizni qayerdan qidirishni yaxshi bilasiz. Siz bizni qayerdan qidirishni bilasiz degan ma'noda keladi. Tushuntirishlarni nimaga именно детствоdan olyapman, bu narsani ham aytib o'tishim kerak. Nimaga именно yoshlikni olyapman? Chunki yoshlikda hammamizda bu hodisa bo'lganda и agar shu hodisa siz bilan bo'lgan bo'lsa, sizni eslab qolishingiz ancha oson. Xuddi shu aytganimdek sizga maslahatim, so'z yodlayotganingizda ham, bu narsalarni yodlayotganingizda именно o'zingizni hayotingizdan kelib chiqib yodlang. So'zlarni ham o'zingizning hayotingizdan kelib chiqib yodlang. Nimaga? Birinchidan eslab qolish oson bo'ladi. Ikkinchidan o'zingizning hayotingizdan kelib chiqib qilsangiz bu narsani, nima deydi? Assotsiatsiya yaxshi qoladi. O'shaning uchun eslab qolishingiz oson bo'ladi. И nima deydi? Ruschasiga bilanmi, o'zbekchasiga tarjima qilib oling. Gap tuzyapsiz. Вот. Вы составляете предложение, ya'ni siz gap tuzyapsiz, siz harakat qilyapsiz. O'zingiz qiynayapsiz, o'zingiz qidiryapsiz. Misol uchun siz aytishingiz mumkin: "Men mana bu so'zni bilmayman. Men yoshligimda mana shunaqa situatsiya bo'lgan. Men shu so'zni bilmayman, lekin men qidirib ko'raman." Siz уже qidiryapsizmi? Bu уже sizni miyangizda bu informatsiya qolyapti. Sizni vazifangiz hozir uni 10-15 marta qaytarib, miyangizda shundoq quyib qo'yib praktikada ishlatish. Ya'ni A1, A2 chatlarimiz bor. U yerda misol uchun bilmaydigan odamlar yozadi. O'sha yerda bemalol yozishinglar mumkin. Yoki tekin, mana bu tekin chatimiz bor-ku, o'sha yerda ham qancha bir praktika qilsanglar bo'ladi. Всё. Xo'p, keyingisi имя существительныйga o'tamizda. Chunki uje olmoshlar bilan tugatdik. Mana bu ikki qatorni nima tushuntirmadim desangiz, bunga hali kelamiz, bunga hali kelmadik. Qaranglar, имя существительное bu ya'ni ot. Kim va nima degan savolga javob beradi o'zbek tilida. Rus tilida xuddi shu кто что. Кто что savollariga javob beradi. Bitta narsani eslab qolamiz. Odam, narsa, buyum, hayvon va nom uchun ishlatiladi bu. И кто degan narsani, ya'ni kim degan narsani biz tirik jonzotlarga ham beramiz. Кто faqat joni yo'qlagan. Ya'ni misol uchun hayvon-payvonlarga кто deya olamiz. Вот. Qaranglar. Это кто? Это человек. Bu kim? Bu odam. Это что? Это ручка. Bu nima? Bu ruchka. Это кто? Это собака. Bu kim? Bu it. Kuchuk. Это что? Это Мальдивы. Bu nima? Bu Maldiv orollari. Вот. Xullas, buni otni nimaligini просто bilish kerak. В принципе, bu yerda hech qanaqa дополнение, hech qanaqa narsa yo'q. Nimani hisobi bilan. Qarang. Kim nima degan savolga javob beryaptimi? Bo'ldi, bu demak ot. Bu nima? Bu kitob. Это что? Это книга. Bu nima? Bu Sardor. Bu kim? Bu Sardor. Это кто? Это Sardor, допустим. И так далее и тому подобное. То есть otda nimaligini просто tushunib olishingiz kerak. Qaysi savolga javob beradi. Опять же, buni o'zbek tilida shundoq ham bilsangiz, ruschaga bu eng osoni. Eng osoni. Всё. Turkumini bilib olishingiz kerak demoqchiman. Endi qarang, rodi bizda kelyapti. Xo'p, rodini ham cheklisti pastda bo'ladi. Если что, rodini cheklistini men ozgina обновить qildim. Mana dop deb qo'yganman, bekordan bekor emas. Chunki tekin kanalimdagi cheklist bu bunaqa дополненный cheklist emas. Bu oddiy cheklist. Bu yerda уже дополненный cheklist. Qaranglar. Rod имя существительных bu nima? Mужской rod bor rus tilida, женский rod bor, и средний rod bor. Aytib o'tganimdek. Mужской rod bu endi o'g'il bolaga, в основном o'g'il bolaga ishlatiladigan narsa, so'zlar, lekin har doim emas. Nimani hisobi bilan? Qarang. Rus tilida shunaqa so'zlar bor, deylik. O'sha so'z o'g'il bola uchun bu ishlatilishi ham mumkin. Допустим, книга, она женского рода. Окей. Что еще может быть? Mashina. U ham женский rod, misol uchun. Qayerdan ajratamiz desangiz, buni men hozir hammasini o'tkazib tushuntirib beraman. Просто sizga aytmoqchi bo'lganim, что bu narsani biling. Что rus tilida не то что mana bizda ham bor-ku, o'g'il bola bor, qiz bola bor и nimadir bor. O'g'il bola aralash qiz bola desak ham bo'ladi menimcha, lekin bunaqa demaymiz. Qonunchilikda mumkin emas unaqa deyish. O'shaning uchun biz осуждаем такое. Вот. Nima deydi?
O'sha средний rod bor. Ya'ni na o'g'il bola, na qiz bola. Bu вот оно. Xuddi shunaqa bu yerda ham narsa keltirilgan, faqat bizda ham o'g'il bolaga nisbatan ishlatilgan gaplar bor, qiz bolaga nisbatan ishlatiladigan gaplar bor. Lekin bir xil so'zlarni tuzayotganda именно shu ot, ya'ni xuddi mana shu narsa, mana shu существительный qaysi rodga mansub bo'lsa, bizani gapimiz ham shu rodga qarab tuziladi. Bularni hammasini hozir tushuntirib beraman. Qaranglar. Определение рода имя существительных eng osoni o'zi mana aytganimdek 3 ta rod bor. И undan tashqari общий rod bor. Общий rod bu nima? Bu so'z ham мужской rod bo'lishi mumkin, ham женский rod bo'lishi mumkin. Qanaqa so'zlar? Misol uchun sirota so'zini olaylik, ya'ni yetim. Astag'firulloh, mana shu so'zni yomon ko'raman, lekin mayli, boshqacha ilojimiz ham yo'q edi. Ya'ni sirota so'zini oladigan bo'lsak, sirota общий rod nimaga? Chunki sirotada bu o'g'il bola ham bo'lishi mumkin, bu qiz bola ham bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga sirota bu общий rod hisoblanadi. Вот. Так, дальше. Слова, заимствованные из иностранных языков. Bu boshqa tildan rus tiliga kirib kelgan so'zlar, o'sha boshqa tilda qaysi rodda bo'lsa, rus tiliga ham xuddi shu rodda kirib keladi. Ya'ni, aytmoqchi bo'lganim, qarang. Misol uchun, kakao so'zini olaylik, средний rod. Kakao o'zini tilida bu средний rod bo'lgan narsa. То есть u мужской ham emas, женский ham emas. O'shani hisobiga bu средний rod hisoblanadi. Xuddi shunaqa kofe so'zi bilan oldin juda ham katta spor bo'lgan. Oldin kofeni kofi deyishgan. O'shani hisob bilan u anaqa bo'lgan. Мужской rod bo'lgan. И o'shaning uchun kofeni kofi deyishgan edi, aytishgan, что сладкий кофе. Hozir сладкое кофе deysiz, chunki kofe уже средний rod. O'shani hisob bilan. То есть bizlarga, ya'ni rus tiliga boshqa so'zdan kirib kelgan bo'lsa, bu narsa уже o'sha o'zini tilida qanaqa rodda bo'lsa, rus tiliga xuddi shunaqa rodda kirib keladi. Вот. Опять же, bitta narsa, bazangiz bo'lmagani uchun siz bu bazani juda ham yaxshi bilib olishingiz kerak. Lekin ertaga, misol uchun, xudo xolasa, B1 darajasiga chiqqaningizda, уже B1, B2 shunaqa daraja, что siz o'ylamaysiz. Bu qanaqa rod edi, buni qoidasi qanaqa edi, buni nimasi, опять же, sertifikatga tayinlanmayotgan bo'lsangiz. Bu narsa o'ylamaydi, bu narsa shunchaki gapiriladi. Bu ham xuddi shunaqa. Вот. Keyingisi. Olamanmanmi? Men ko'ramanman. Да, ko'ramanman. Hop, keyingisi qarang. Существительные, обозначающие людей и животных, бывают либо мужского рода, либо женского рода. Ya'ni, inson va hayvonni belgilovchi ot yoki мужской rodda bo'ladi, yoki женский rodda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Опять же, misol uchun jonsiz narsani aytayotgan bo'lsam, bu средний rodmi faqat deyishingiz mumkin, bu yo'q, unaqa emas. Lekin tirik jonzot, ya'ni joni bor narsani tasvirlayotgan bo'lsangiz, bu faqat yo мужской rod, yo женский rod bo'ladi. Bu средний rod bo'lolmaydi agar joni bo'lsa. Вот. Lekin средний rod, ya'ni mana средний rod emas, misol uchun jonsiz narsa, mana kniga. Jonsiz narsa bu женский rod. Ya'ni jonsiz narsa женский, мужской, средний rod bo'ladi. Joni bor narsa либо мужской, либо женский rod bo'ladi. Вот. Xuddi shunaqa, как определить род имя существительных? Bu yerda уже слишком углублённо aytsam, bu narsani nima deydi? Ko'ring, suffikslarga kelsak, bu temani yana bitta o'tib tushuntirib ketaman. Lekin sizga agar разговорный kerak bo'ladigan bo'lsa, bu unaqa kerak narsa emas. Bu narsani inobatga olishimiz kerak. Вот. Дальше qarang, мужской rod. Мужской rodni otlari mana bu yerda tochka qilib, mana bu yerdagi tochkalar belgilab ketganman. Ya'ni qoidasi. Вот, bu qoidani ham yodlab olishingiz kerak. Nimaga? Aytishingiz mumkin, Sardor, baribir nima deydi? Uncha kerak bo'lmaydi razgovorda dvosku deyishingiz mumkin. Da, lekin baza bo'lishi kerak. Aytganimdek, baza bo'lishi shart. И опять же, buni yodlab oling deganimda prям qilib yodlamang, kerak emas. Choq qilib yodlash shart emas. Примерно 50-60%.
O'zingiz tushuning. Buncha tuppa yodlaganning foydasi yo'q. O'zingiz tushuning. Опять же, rus tili shunaqa tilda, bu yerda qoida ko'p. O'sha qoidaga исключениялар ham juda ko'p. И rus tilida agar hamma qoidani bilsamgina gapirib ketaman desangiz adashasiz. 12 mingdami, 13 mingta qoida bor rus tilida. Bu kerak emas narsa просто. O'shani hisobi bilan yodlash prям choq qilib yodlash shart emas. Qiynab yodlash shart emas, но хотя бы 50-60% ga yaxshi bilib olishingiz bu prям shart. O'zingiz tushunishingiz kerak. O'zingiz tushunishingiz kerak. Buni prям yodlashingiz emas, o'zingiz tushunishingiz kerak. И shunaqa tushunishingiz kerakki, чтоб keyin esingizdan chiqarib qolmay, adashtirib qo'ymang. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Xo'p, ketdik. К мужскому роду относятся исключительно так называемым нулевым окончанием, то есть в конце которых состоит согласные буквы: ветер, снег, берег. Xuddi shunaqa. Ya'ni, oxirida bu alfavitda misol uchun endi alfavitdan boshlamadi, chunki alfavitda bilsangiz kerak, glasniy, согласный degan bukvalar bor. Undosh va unli deyiladi o'zbekchada. Yozilishi qizil и ko'k bo'ladi. Biza maktabda shunaqa yozardik-da. Qizil bo'lsa bu mana bu A, B, yo'q, A, B ketmaydi. A, Y, Yo shular уже qizil bilan yoziladi, unli bo'ladi. Ko'k bilan yozilganlari B, V, G bular уже undosh bo'ladi. Endi qarang, agar so'zni oxirida нулевой окончание bo'lsa, ya'ni mana bu R so'zlari mana bu yerda keltirilgan misol: ветер, снег, берег. Bularning hammasini oxiri согласный bilan tugayapti. И bularning hammasini oxiri окончанияsi нулевой. Nima окончание desangiz, buni aytganimdek, gapirish uchun важный tema bo'lmagani uchun buni hozir tushuntirganim foydasi yo'q. Chunki faqat gapirmoqchi bo'lgan odamga bu xalaqit beradi bu informatsiya. Bu bilib qo'ygan yaxshi. Ya'ni hamma gapirishga muhim bo'lgan mavzularni o'tib olganimizdan keyin bilib qo'ygan yaxshi mavzularimiz boshlanadi. O'sha yerda окончаниялар tushuntiriladi. Если что, tushunib o'tib ketsangiz bo'ladi. Но опять же, aytganimdek, buni farqlashni o'rganib olsangiz bo'ldi. Qoidalarni yodlab, bularni yodlashingiz shart emas. Просто farqlashni juda ham yaxshi o'rganib olishingiz kerak, и tushunishingiz kerak. Bo'ldi. Вот. Keyingisi окончание на и кратко, ya'ni kley, roy, iney so'zlari. Bu misol keltirilgan. Но и краткиga tugaydiganlari уже мужской род bo'ladi. Вот. Окончание на мягкий знак, ya'ni mягкий знак o'zbekchasini bilmayman, chunki o'zbek tilida bunaqa belgi yo'q. O'sha mягкий знакka tugaydigan bo'lsa ham мужской род bo'ladi. Ya'ni зверь, рояль, витязь, а также, допустим, mana xuddi shu заимствованные слова, ya'ni boshqa tildan bu yoqqa bizga kirib kelgan til bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasi, ya'ni o'sha til мужской родda bo'lgani uchun bu ham мужской родda. Ya'ni misol uchun Endspiel so'zini olaylik. Endspiel qaysi tildan kirib kelganini bilmayman, lekin u мужской род. O'shaning uchun rus tilidan bu мужской род. Xuddi shunaqa bemol, xuddi shunaqa толь so'zlari. Bular boshqa tildan позаимствованные слова bo'lgani uchun, ya'ni boshqa tildan rus tiliga kirib kelgani uchun, o'sha boshqa tilda, ya'ni o'zini tilida qanaqa rodda bo'lsa, rus tiliga ham xuddi shunaqa rodda kirib keladi. Keyingisi с окончанием на a. Ya'ni oxiri a bilan tugaydigan bo'lsa ham мужской род bo'ladi, lekin bu yerda nima deydi? Farqi bor. Bu yerda уже savoli bo'ladi. 10 chey deb so'raysiz o'zingizdan. Misol uchun 10 chey, 10 moy bo'ladigan bo'lsa, уже bu мужской род. Misol uchun kniga, mana oxiri a bilan tugaydi, lekin nimaga женский род deyishingiz mumkin. Kniga chiya, она моя. Kniga chey 10 moy deya olmaysiz-da, buni уже eshitilishi ham g'alati. Чисто на слух buni опять же opit kelgani sari o'zingiz aniqlab boraverasiz. Opit kelish uchun хотя бы bazani bilishingiz kerak. Savolni har doim to'g'ri berish kerak. Этот, misol uchun, мужской род savoli chey, женский rodniki chiya, средний rodniki chiyo. Kniga chiya, она моя. Kniga chiyo deya olmaysiz. Kniga chey deya olmaysiz. O'zi eshitilishi ham xunuk eshitiladi. Вот. И qarang. Уменьшительные мужские имена, ya'ni rus tilidagi uzun ismlarni qisqartmasi oxiri a ga tugagan taqdirida ham, опять же, o'g'il bolaning ismi bo'lsa, oxiri a ga tugasa ham bu уже мужской род. Ya'ni faqat o'g'il bolaning ismi qisqartirilganda a ga tugasa ham bu мужской род bo'ladi. Misol uchun Aleksandr.
qisqartmasi Sasha. Sasha o'g'il bolaning ismi bo'lishi mumkin, qiz bolaning ham ismi Sasha bo'lishi mumkin. Aleksandra bo'lsa, u ham Sasha bo'laveradi. No, siz misol uchun o'sha odamni ko'rgansiz, что u o'g'il bola. Sizni imoningiz g'alati eshitilar ekan. Siz ko'rib turibsiz o'g'il bola, ya? Значит, bu o'g'il bola, значит bu mushkul. Agar Sasha bo'lsa, lekin qiz bolaga o'xshasa, значит qiz bola. Xuddi shunaqa Pasha so'zi, xuddi shunaqa Serёжа, Kesha, itd. itp. Вот. Endi qarang, slova с окончанием на я. Lekin rus tilida ham bu xuddi shu, женский rodda ham bu narsa bor. Buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Qachonki, bu bo'ladi, agar o'g'il bolaga nisbatan bo'lsa. Ya'ni, misol uchun dядя, tog'a. Oxiri ya, lekin o'g'il bola haqida gapiryapsiz. O'shaning uchun bu mushkul rod. I ham xuddi shunaqa. Mushina ko'ryapsizmi? Mushina. Ya'ni o'g'il bola deyapsiz. Demak, bu mushkul rod bo'ladi. Oxiri aga tugasa ham, lekin erkak kishiga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, aga ham, yaga ham tugasa, misol uchun aya. Mana shu ikkita so'zga ham tugasa, ikkita окончанияsiga ham, lekin o'g'il bolaga nisbatan ishlatilayotgan bo'lsa, demak mushkul rod bo'ladi. Yodlab olamiz. И xuddi shunaqa уменьшительные мужские имена. Коля, Толя, Вася, Петя itd. itp. Xo'p, ketdi. Все слова, которые заканчиваются суффиксом на ёнок, всегда мужского рода. Ya'ni oxiri mana bunaqa ёнок suffiksi bilan tugayotgan bo'lsa, нулевой окончанияda bularning hammasi mushkul rod. Misol uchun, жеребёнок, телёнок, козлёнок, ребёнок. Xuddi shunaqa. Так. Mana. Xuddi mana shu narsani ham aytib o'tib ketganman. Judayam ko'p professiya, kasblar mushkul rodda keladi. Misol uchun, учитель, библиотекарь, врач, почтальон, продавец, kassir itd. itp. Вот, lekin buni qiz bola, ya'ni женский rodda aytadigan bo'lsa, misol uchun qiz bolaga nisbatan он учитель deyolmaysiz-da. Chunki учитель so'zini o'zi mushkul rod. O'shaning uchun он учитель deyishingiz kerak. Qiz bolaga nisbatan nima demoqchi bo'lasiz? Ana учитель demoqchi bo'lasiz. Bunaqa ham deyish bo'lmaydi. Ana учительница. Mana shunaqa deyish kerak. Keyingisi, misol uchun kassir, ana kassirша, продавщица, продавец emasda, продавщица. Вот. itd. itp. Mana. Bitta пример keltirganman. Какое существительного у слова дедушка. Dedushkani oxiri a bilan tugayapti, lekin dedushka, ya'ni bobo, o'g'il bola bo'lgani uchun ana moya dedushka deyolmaysiz. Он мой дедушка deysiz. Oxiri a bilan tugaydi, женский rod, lekin mushkul rodga, женский rod bo'lishi kerak, lekin mushkul rodga kiradi, chunki o'g'il bola haqida gapiryapsiz. Вот. Xuddi shunaqa mana, limon so'zini olaylik. Birinchi savolni qo'yasiz. Это моё limon. Tushyaptimi? Это моя limon. Bu ham tushunyapti. Это мой limon. Bu уже tushyapti. Это чей limon? Это мой limon. Bu ham xuddi shunaqa. Xo'p, женский rodga o'tamiz. Mana. A, ya, мягкий знак. Xuddi shunaqa. Окончаниялari. Beriladigan savollar чья. То есть чья это вещь, biron bir. Вот. Это чья книга? Это моя kniga. Tushundingizmi? O'g'il bolaman, lekin bu jonsiz narsa. O'shaning uchun любой rodda bo'lishi mumkin. Kniga so'zi oxiri a bilan tugayapti, demak женский rod. Ya'ni oxiri a bilan tugasa ham o'g'il bola haqida aytilmayapti-ku. O'shaning uchun bu женский rod. Buni eslab qolamiz. A'ga mana xuddi shu mama, strana, papka. Misol uchun, я фамилия, песня, яблоня. Мягкий знак кровать, соль, морковь. Вот. Существительni mana shu buni уже to'ldirib qo'yganman. Qarang. Agar ot, d, t, sh, sh, ch, j, ost. Ya'ni mana shu anaqalarni mashinadan keladigan bo'lsa, to bu женский rodga kiradi. Mana d, t, sh, sh, j, ch, ost. Bularning hammasi женский rodga taalluqli.
Abul qolganlari, ya'ni boshqa любой окончание tugasa, jonli bo'lsa, уже bularning hammasi мужской rodga kiradi. Endi qarang, заимствованные слова bor bu yerda. Mozol, antresol, triol, vokol, kanifol и так далее и тому подобное. То есть bunaqa so'zlar ko'p. Ularni yodlab o'tirish ham g'alati. Просто o'zingizga savol bering. Mozol chiya, anama ya. Не знаю, atrесоль чей? Он мой. Qanaqa eshitilyapti? Atrесоль чьё? Оно моё. Atrесоль чья? Она моя. Ko'ryapsizmi? Farqi bor. Mana xuddi shunaqa. Bu yerda уже женский rodda nima kelgan? Primerlar kelgan. Bularni o'zingiz bemalol o'qib chiqsangiz bo'ladi. Qaranglar, keyin chek-listlar bekordan-bekor faqat rus tilida yozilmagan. Rus tilida o'qisangiz, miyangiz уже ancha принимать qiladi shu narsani. Ancha qabul qilishga boshlaydi. O'shani hisobiga ancha osonlashadi. Shu tuyg'u kelib qoldi. Siz ham hozir charchagan bo'lsangiz, shunday videoni to'xtating-da. Borib sigaret cheksa, sigaret chekib bering. Sigaret chekmasa, shunday to'xtating-da, borib bitta aylanib keling-da. Не знаю, упорли уже. Ехала, упорли уже. No, yoting-da, отжимание. 10 tami, 20 tami, 25 tami отжимание qildingiz. Turdingiz, ozgina miyatni sovutdingiz, qaytib keldingiz. Hop, miyangiz qizimagan bo'lsa o'tiring. Средний род. Buni вопросы чьё? Ya'ni bularning hammasini переводи bir xil, просто rodiga qarab o'zgaradi. Вот. Chio degan nimaga javob beradi? Savolga javob beradi. Oxiri o, ye yoki yo bilan и mya предлоглari bilan tugasa, bularning hammasi средний род. Ya'ni серебро, молоко, перо, да, е или yo, насекомые, здание, воронье, время, темя, вымя, bularning hammasi средний род. Вот. Mana xuddi shunaqa заимствованные словаlar bor, несколько. Iga tugaydigan tsunami va uga tugaydigan ragu so'zlari. Bularning hammasi средний род, chunki o'zini tilida bularning hammasi средний род. O'shaning hisobi bilan shunaqa. Primerlar keltirib o'tganman, o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda yana tablitsa qilib qo'yganman, если что, tablitsa родовых окончаний deb. Если что, bularni ham yodlab chiqsangiz bo'ladi. No, anaqalarga e'tibor bering. Aytib o'tganimdek, kimga nisbatan? Misol uchun a, ya bilan tugayapti, lekin o'g'il bolami? Demak, bu мужской род. A, yaga tugayapti, lekin misol uchun o'g'il bola emas, da? Qiz bolami? Demak, женский род. Joni yo'q narsami? Demak, женский род. A bilan там, допустим, yaga tugasa. И так далее. Xo'p. Mana. Xuddi shunaqa ребёнок so'zi. Под общим родом имен существительных понимают грамматическое выражение. Xullas, qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bu yerda общий род, ya'ni ребёнок so'zi общий род. Nimaga? Ребёнок, ya'ni bolakay, o'g'il bola ham bo'lishi mumkin, qiz bola ham bo'lishi mumkin. Ya'ni agar u narsa o'g'il bola ham, qiz bola ham bo'la oladigan bo'lsa, demak bu общий род bo'ladi. Ham женский род, ham средний, ham женский род, ham мужской род bo'ladi. Вот. Mana shu. Как определить род существительных во множественном числе. Ya'ni ko'pchilda keladigan so'z bo'ladigan bo'lsa, buni qanaqa qilib ajratib chiqsam bo'ladi? Ya'ni qaysi rodga mansubligini bilib olsam bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, если что, mani ham gaplarimni konspekt qilib oling hammasini. Ko'pchilda olingan narsa единственное числоga o'tadi va undan keyin окончанияsiga qarab, turkumiga qarab rod beriladi. Misol uchun mana существительный, ya'ni ot qaysi savolga javob beradi? Кто yoki что, ya'ni kim yoki nima. Misol uchun носок. Вот, носок. Ko'pchilda nima bo'ladi? Носки bo'ladi. Nosok so'zini misol uchun olamiz. Qanaqa rodda nosok so'zi? Единственное число qaysi rodda? Мужского рода. Носок чей?
10 moy. Sho. Men yaxshi ko'ryapman degan umiddaman, chunki har doim hammani kameraga qarash iloji bo'lmayapti. Xo'p, endi qarang, есть существительные, которые не имеют формы единственного числа. Bu misol uchun mana bryuki. Bryuki единственное числоda bo'lolmaydi. Mana shu salma adashib ketdim boya. Nimaga bryuki единственное числоda bo'lolmaydi? Chunki bryukni unda ikkita oyog'i bor-ku. Yarmini kesib tashlab unaqa kiymaysiz-ku, o'shani hisob bilan bu unaqa bo'lolmaydi. Misol uchun makaroni. Makaron deya olmaymiz. Makaroni bo'ladi. Ham xuddi shunaqa narsa. Sanki, kanikuly itd. itp. Каникулы на то и каникулы, что bir kun bo'lmaydi. O'shaning uchun kanikulini kanikul deya olmaymiz. Каникулы только. Во множественном числе только. Cho'tta uyqum bosib qoldi meni. Xo'p. Rodlarni tushuntirib berdim. Masjiddan birato'la gada let tushuntirib berib ketmoqchiman. Chunki hozir miyangiz pustoligida tushunib olishingiz kerak. Bu juda ham oson masala. Qarang. Agar bir soniga tugasa 11 va 21 sondan tashqari. Bir soniga tugaydigan bo'lsa god ishlatamiz. Misol uchun мне, не знаю, 301 год, 51 год, 181 год. Просто год ishlatamiz. Yoki я купил дом год назад. Man 1 yil oldin uy olganman. Год назад. Ya'ni 1 год назад deyish shart emas. Год faqat 1 bilan так bilamizku. И то 1 год назад desangiz ham bo'ladi. Bu xato emas, если что. Я купил дом 1 год назад desangiz ham hech kim urushmaydi. Lekin so'z nima deydi? Sal xunuk eshitiladi quloqqa. O'sha hisob bilan я купил дом год назад 1 yil oldin uy oldim. Shu. Xo'p, endi qarang. Xuddi shunaqa 11 va 21 dan tashqari aytganimdek 11 va 21 letda ishlatiladi faqat. Xo'p, qarang. Agar 2, 3, 4 ga tugasa, bo'lmasa года ishlatiladi. Ya'ni мне 22 года. 57 yo'q. U 53 года. 182 года. Misol uchun. 57 do'g'riman mana. Qolgan holatlarda, ya'ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 holatlarida let ishlaydi. Ya'ni bu yerda уже faqat let. Я 5 лет назад, не знаю, попал в аварию. Я 5 лет назад уехал в Россию. Я 187 миллионов лет назад видел динозавров. Misol uchun-da. Mana shunaqa строится qilib bo'ladi bu narsa. Xo'p, qaranglar, DZShka. Uyga vazifa sizga nima? O'zingiz haqingizda menga хотя бы yozib bering. Mayli, gapirib bering demayman. Birinchi darsdan qiynashib yozdim. O'z haqingizda gapirib bering. Ya'ni как тебя зовут, сколько тебе лет, кто ты по профессии, какое твое хобби, ты работаешь или учишься и где. То есть ismingiz nima, yoshingiz nechida, kasbingiz bo'yicha kimsiz, hobbingiz qanaqa va siz o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? Agar ha bo'lsa, qayerda? Ya'niki qayerda o'qiysiz, qayerda ishlaysiz? Вот. Shu haqida gapirib bering. Ruscha so'z tuzing, qidiring. Qidirib topib o'sha menejer akkauntiga yozib yuborasiz. Men ertaga hammasini tekshirib chiqib, обратный связь beraman в обязательном порядке. Qayerda qanaqa xato qildingiz, qayerda qanaqa допущениялар bo'ldi, bu narsalarni ham hammasi aytiladi. Вот. Keyingisi, расскажите о своей семье, ya'ni o'zingiz, oilangiz haqida gapirib bering. Meni oilamda tam shuncha odam bor. Da? Ukamni ismi shunaqa. Ikkinchi ukam ismi shunaqa, kichkina ukam ismi shunaqa, opam ismi shunaqa. Balo, battar, endi nima deydi? Farqi yo'q. O'shani bir eslatib qiling. Dadam ismi bunaqa, onam ismi bunaqa. Xo'p, yaxshi. Keyingisi xuddi shunaqa. Ularning yoshi nechida? Hammani yoshini ayting.
kim bo'lib ishlaysan, u yoq bu yoqlarga agar siz уже birinchi savolga javob berib bo'lgan bo'lsangiz, ikkinchi savolga javob berishingiz shart emas. Shu. Keyingi dizishka nima? Keyingi dizishka pastda sizni rечевой обороtingizni, ya'ni aksentingizni kamaytirish uchun mo'ljallangan bo'lgan narsa yozib qo'yaman. O'shani qaytarishingiz kerak. Bir kunda 30 marta, bir kunda даже 45 marta, 50 marta qaytarsam bo'ladi. Qanchalik ko'p qaytarsangiz shunchalik yaxshi. Har qaytarganingizda minimum 15 marta qaytarishingiz kerak. Minimum yo'q degani 10-15 marta qaytarishingiz kerak. Bularning hammasi pastda yozilgan bo'ladi. O'shalarni ko'rib, chiqib nima qilasiz? И plus testlar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa, u bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, yo A1 A2 chatiga yozinglar. A1 A2 B1lar ham bizni ko'ryapti. O'sha odamlar yoki chatga yozinglar, yoki aytinglarki, что mani o'zimning akkauntimga yozinglar-da, ну типа menejer akkauntiga yozinglar-da, aytinglar, uyolyapman. O'zlariga yozaman dengda, yozing. Lekin muhimi yozing. Aytib o'tgandek, biz shim orqasidan yugurmaymiz. Bu narsani quyib oling. Tak. В принципе, birinchi dars tugadi. Endi sekin B1 ga video olishga o'tsam bo'lar ekan. Вот, xullas odamlar, hammaga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Ko'rib turganimdan juda xursandman. Video ham 42 minutlik bo'lib ketibdi. No. Хотя бы так. Хотя бы так. Chunki baribir iloji boricha ko'proq informatsiya berishga harakat qilyapmiz. O'shani hisob bilan to'g'ri jo'natiladi degan umiddamiz. Короче, gaplashamiz.